Dehqonmiz, ko'chatlarda urug'ini egib, o'niktirib, ulab, cho'ng'aytib, buni elga foydasi tegsin deb olib chiqyapmiz. Mana olmaning turlari bor, qo'qon klasslari bor. Endi qo'qon klasslari o'z-o'zidan mana o shaharning issiq yerlarga, mana to'li yerlarga mana olmaning turlari bor. Zolotoy girim, boyka, kripson, shunday olmalarimiz bor. Bordig'i yaxshi. Hozir erta jazda hozir joyinda eksa, bu jazda eksa bo'lardi. Yaxshi bo'ladi ertaroq eksa. Hozir ko'chatlar o'rnidan turalik, uyg'onilakda. Endi shu turib sotib elga foydasi tegsin deb, haligi maqol bor-ku, otagan molg'og'i chayin boq qolsin deydi. Boqtarni qilib, elga foydasi tegsin deb shu sovuqga ishlab turamiz. Shu sovuqlarni jamg'irda va sovuqda va loyda va chuqib, hozir o'ng'izlardan qozib chiqyapmiz bordig'ini. Aqchasi, hozir ko'chada aqchasi endi nimasi ko'chatga qarab 50 so'mdan 70 so'mga chayin olmalarimiz. To'li rayonga ketadigan, sovuqda kechki pishadigan olmalarimiz. Ertaki pishadigan olmalarimiz 50 so'mdan, qo'qon gilaslar 50 so'mdan 150 so'm, 200 so'mga chayin bo'lib o'tadi. Shabdollarimiz bor, haligi sortovoy shabdollar cho'ngi 80 so'm, 100 so'mdan, prostoy yoq shabdollarimizni 30 so'm, 40 so'm, 50 so'mdan berib o'tamiz. Bizda hozirgi o'chirda qo'qon gilas bilan asnomnoy o'z-o'zida ketib o'tadi. Hozir qo'qon gilas bilan shabdollar yaxshi ketib o'tadi. Olmalarda hali bizda popon, mana to'liq yerlar gelalak, u yoqda sovuq bo'lib boshlanilak ekkangacha. Ularda ham boshlanib qolsa, dog'i bir 15 kundan keyin u yoqda boshlanadi. Olma o'sha qahada voy ketadi anangi. Urug'da egib, chiqaramiz, uni 1 yil bog'ib turib, anan keyin buchur solib ulaymiz. Ana nima buchur 2 yil bog'ib, 3 yilda ko'chat sotuvga chiqib tayyor bo'ladi. 3 yil mehnat qilib, 3 yilda bir tushum olamiz. Xurmolar bor. Xurmolarda endi biz bu yil tayyorlab qo'ydik, bu yil ulab ko'ramiz. Asnomnoy bizda Aravonda issiqchilarda bo'ladi. Biz bu yil ulab ko'rsak, qanday bo'lishini ham bilamiz. Ham tayinlab sazlab qo'ydik. Bu joyinda ulanadi ol. Joyinda ulanadi, o'sha endi kelar-kelga sotuvga chiqarib ko'ramiz uni. Qanday bo'lishini bilib ko'ramiz.